Ekran bolaning nutqini nega sekinlashtiradi? Qabulimga kelgan ota-onalar ko'pincha shunday deydi. Farzandim ekrandan ruscha, inglizcha o'rganyapti. Demak, foydasi bor. Ha, ekran so'z o'rgatishi mumkin, lekin nutqni sekinlashtirib qo'yadi. Nutqni rivojlantirish uchun bolaga 3 narsa kerak: jonli muloqot, ko'z aloqasi va savol-javoblar. Ekran esa bir tomonlama ishlaydi. U gapiradi, bola eshitadi, lekin boladan javob talab qilmaydi. Shuning uchun bola sanay oladi, ayrim so'zlarni takrorlaydi va so'zlarni tuza oladi. Lekin ekranni ham salbiy tomonlarini sanab o'tamiz. Erkin fikr bildira olmaydi. O'zini erkin fikriga ega bo'lmaydi u bola. Erkin muloqotga kirisha olmaydi. Shular ekranning salbiy jihatlaridan biri. Miyaning nutq markazlarini rivojlantirish uchun bolaning interaktiv o'yin muhitda bo'lishi shart. Ya'ni bolani eshitadigan inson bo'lishi kerak. Hurmatli ota-onalar, muammo ekranda emas. Muammo shundaki, ekran jonli muloqot o'rnini bosib qo'yganda. Agar sizda ham yoki farzandingizda ham mana shunday holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.